Yo'qam hammaga salom alaykum. Sizlar bilan bugun videoda birinchi nadar like bosib obuna bo'linglar. Aktivimiz kanalimizda videoga men like qilsanglar mana shuni ovqatlaninglar. Bo'lmasa men ko'p o'tirmasdan boshlardim. Oy, telefon bo'libdi. Ko'chadan bir xabar olaylik. Qachon men yaxshi savdo qilganman, lekin qanaqadir bo'ldi. Mayli necha Kutlarım sardıkları benim işe bo'lganimda shunga yaroqli yoki olardim gap farqi ko'p chiqmasin uyasan deganman bormi hop voy jon yedi lekin menga hozir bunday narsalar kerak emas mayli Keterim bulardı lekin bu qamoq. Hani bugün boshqa ssenamizda birorta titan bizga anchadan beri uzun ko'rinayapti bu yaxshi. Lekin kimdir hujum qilib qolganda ham bizda galemlar bor. Galemlardan katta, zombilar katta, titanlar kattaligini hamma biladi. Voy be, ana himoyalovchi sinib ketibdi. Voy janob, sizga nima bo'ldi? Joyida. Ko'zon, ya'ni titanlar. Oy, juda qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Men sizga yordam beraman. Rahmat, sen yaxshi bo'lsan, men ketdim bo'lmasam. Xo'p. Mayli. Voy be qishloqlar nima qilyapsizlar? Lekin narsa qo'ygan narsalarni olinglar, hammasi ikyapsizlar, xarosh ekurdinglar, katta bo'ladi. Davay bo'lmasa. Bobollar ko'p. Voy be, voy assalomu alaykum. Sizlar ko'rmay qolibman-da. O'zi har doim sen bizni ko'rmayapsan. Uzr, men shunchaki mendan ketib turganimda men sizlarni ko'rmabman. Nimaga bu yerda sizlar tursizlar? Nima qanaqa urush bo'ladimi? Hozir urush. Yarim soatlardan keyin titanlar hujumi bo'lishi mumkin. Biz esa bu yerda himoya uchun turishimiz kerak. Ha, yaxshi bo'lmasa men ketdim. Aynen bu. Aha. O'lib ketlaring. Sizlarga bir gap gapirib bo'lmaydi. Yana bitta gap gapirsam, yana o'zidan haddidan oshadi. Men bu soat qasrga kirish niyatidaman. Hech bilmayman. Hech qachon bilmaganman bu tomonda nima borligini. Men juda ham qiziqardim. Nechta qiziqaman-da? Juda qiziq. Nima bor? Nima bo'lishi mumkin? Balki ichida qamoq bormi? Teshikdan kirsak, demoqchiligim bo'lmaydi. Sandiqlarni voy, buncha qilish nimaga kerak? Nargisidachi? Voy, bu aslaqalarda olmash. Shu voy men shunday bo'lmagan narsalarni biz hozir o'zimizni blok. Короче, bitta blok. Chunki parkour qilamiz deb men sakraymiz. Har doim mashinadan chiqish uchun yo'lak qilamiz. Narsalarimizni bekitib qo'yamiz. Va bo'ldi. Qani bir kirib chiqay bir qasrga. Yilcha ham bu pis qasrga kelmaganimga voy. Kiyimlar qaranglar. Bundan ko'rmaganman. Bu qamoq bo'lsa kerak. Ha,
o'zi odamlar yaxshi. Shuning uchun hech kim qolmadi. Wow, mana bunga wow! Oh my god! Deydigan bo'ldi deyapti. Hamma o'ldirishdi. Shunisi yana kimlar? Bizda gaz bo'lsin. İşlerini yok. Bunlarla hücum qilish mumkin. Bizni shay turishimiz kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Chacha! O'tilmadimmi? Yanami? Chacha! deb o'tdi. Mayli mana qatirdim. Biz motorga Bizda hammasi tayyor emas. Yana yolish kerak xavfsizlik uchun. Ana bo'ldi. Yaxshi uchyapman. Birinchi marta men bu yerda uchdim. Men devorda nima borligini bila olaman. Wow, bu qishloqni kattaligini qarang. Yoshligimdan beri orzu qilardim. Bu titanlar devorning tepasida qanchalik kattaligini. Keyinlar bugun sizlar bilan mana shu devorni aylanamiz. Wow, buni juda ham mutaxassim. Ya'ni 2 qavatdan qilishgan. Juda qattiq mehnat ketgandir o'zi ham. Bu tomonlarda golemlar bor ekan. Menimcha oldin bu yerlarda urush bo'lgan. Juda ham qiyin bo'lsa kerak. Bizga kerak. Mana bu taraflarni qaranglar, bu yerlarda qancha ko'p uylar. Meni uyim esa mana u mittagina uy. Mayli, keyin yangisini sotib olamiz. Bu yer bir qavay. O'lmadim. Qani yana uchamiz tepaga qarab. Qani. Hop. Bo'ldi, ipim yordam beryapti. Ip bilan uchdik. Qani mana bu yerga qaraylikchi. Wow, bu yerda ham orzu qilardim, o'zi bu yerda nima bor? Narsa yo'q. Bu menimcha favqulodda holatlar uchun. Ay, yana tushib ketdimmi? Yana arqon zotay. Bo'ldi. Tushib ketmadim. Yaxshi, o'pshalamadik lekin. Wow, mana buni birinchi marta men devorda aylanishim desak bo'ladi. Mayli. Nechun juda ham qiziq. Ayniqsa menga qiziq. Bilmayman, o'zlarga qiziq emas u. Lekin menga juda ham qiziq. Chunki juda qancha titanlar urushgan. Nimaga aniq yopiq desanglar, bu yerdan titan tepgan. Chunki bu yerni temiri erin qatirgan, esa hozircha erin. Biz Marlini o'zi tugatganmiz, shuning uchun ular bu tomonlarga qazo solish uchun kelib qolishlari mumkin. Shuning uchun biz anchadan beri ehtiyot bo'lamiz. Mana bu yerda juda qattiq jang ketib, bu yerda boshqa nimalardan kelganlar juda qattiq bosib olgan edi. Hattoki mana bu tomonlarga 2 marta bosib olgan edi. Bilmadim bu qanaqa g'alati ishtiladimi, lekin juda ham qiziq. Endi sizlar bilmaysizlarki, bu yashil bayroqlarning ortisida bizning shahrimiz bor va bu tepalarda juda qattiq urushlar bo'lgan. Va bu toshlar singani bekarga emas, bu yerda titanlar urushgan. Mana bu yerda bo'lsa, bu yerda juda ham katta tosh bor edi, uni ham sindirishgan titanlar. Mana bu yerda lava bo'lgan. Yana bu yerlardan himoya uchun o'qlar otiladi. Voy. Bu yerda ko'p janglar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda mana bunday himoya bor. Bu himoyada mana bu yerda o'q otiladi. Ya'ni bularda oldingi jangda juda ham ko'p zombi bo'lgani uchun bu yerlarda o'tinti o'qlar tugagan. Sizlarga juda ham qiziq deb o'ylayman, chunki menga juda ham qiziq. Men hozir mana shu tomonga tushishim noto'g'ri. Shuning uchun ham mana tomonga uchaman. Qanaqa
ishonsam yaxshi-ku. Nima menga qarayapsiz? Nima men hozir tushunadigan tushganmanmi? Ha, bu juda ham oson narsa edi, lekin juda ham qiyin bo'ldi. Men uyalyapman, menga qaramanglar. Qaramanglar. Nimaga hamma menga qarab qoldi? Jaki ketdim, maylimi? Men ketsam. Men ketmoqchiman, xayr. Nimaga shekillar menga hammasi qarayapti? Nimaga qishloqlar hammasi menga qarayapti? Hali men yo'mash qildimmi? Lekin bunday qilmagandim. Mayli, hech qilib titan kirmasa bo'ldi. Mana bunisi. Ko'proq muhim. Titanlar kirsa, men o'lib qolsam ham hech gap emas. Shuning uchun ham shuning uchun ham bugun Sigansin stenolarga boramiz. Uyur kichkina bo'lgani uchun uyga qattiq yordam kerak ekan. Uyurda ertaga qattiq jang bo'lishi mumkin ekan. Hozir esa men uyimga borib dam olaman. Mening uyimga hech kimga umiddaman. Hey, bu mening uyim. Qani bir aylanib kelayda keyin otimda olishim kerak, chunki men bo'lmasam bunaqa soldatlikdan chiqarishadi. Shuning uchun men tezroq ot minadigan joylarga borishim kerak. Shularda otlarim bor edi, olmosli, zirhli. Yo'q, meniki zirhsiz. Mana meniki. Mana egari bor. Lekin yo'q, hozir topamiz. Lekinroq. Mana bu yarashadi. Chunki u mashinaga yorug'lik. Buni o'tirib olish kerak. Stop. O'tiramiz. Mayli, bu bizga kerak emas. Chiqib karuchida qarayva desam ekan. Mayli, qaytib kelganda tuzatib qo'yaman. Stop. Короче, hamma menga qarasin. Mayli, bu safar qarasizlar. Chunki hamma hayron. Qochinglar, bolalar qochsin. Ot bosib ketib qolishi mumkin. Men darvozadan chiqib ketishim kerak. Chunki o'zdan bo'lmaydi. Sigansin juda ham xasta ekan. To'xtanglar. Menga hozir blok kerak. Men bo'lsa hozir jinnasini mana bunday menga kerak. Otimni qayerga haydayapsizlar, bechora otim. Qochinglar. Men bundan chiqib ketmoqchiman. Qishloqlar chiqib ketdi. Mana eng falokat joyi. Iflosi yomon qatyapti. Mayli. Biz tezroq uylardan ketishimiz kerak. Shunga bir darvozani qilib qo'ymayman, yomon nasib bosib ketdi. Mashikka belgi qo'yib ketamiz. Короче, otda ham joni ko'p. Bun bilan hali ketamiz, ko'rsatib ishlab bo'ladi. Короче, mana men hozir Sigansinga keldim. Bu yerda hozir men kelgunimcha kechqurun bo'ldi. Mana ularning qo'riqchilari.
Bu yer hamda ja katta deya olmayman, chunki bu yer kichikroq. Chunki bu yer mittigina joyi va bittaga bularga hujum bo'ladi. Mana buyda hozirga bu shaharda turamiz, lekin bizga aytishdiki, qattiqroq narsa olinglar. Ulish polishlari mumkin desa, men aytdimki, men dedim, men bo'lmasam sen biz qilishlar olaysan. Qilishlar, короче, bizga kerak emas. Короче, hozir bular bu gapi bilan nima demoqchi? Biz nezretli qilishimiz kerak ekanmiz hamma narsamizni. Bo'lmasam o'lib qolishimiz mumkin ekan. Balki bular to'g'ri gapirayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki hamma ham bilmaydi, o'lib qolishimiz ham mumkin. Chunki hammaga emas, bunchalik bilib olish. Shuning uchun bizga mana bunday qilib oldi. Va biz o'sha tayyor edik. Va hozir bizga hujum bo'ladi. Va men tualetga chiqib kelay. Короче, birinchi qismi tugadi.